Assalomu alaykum podpischilar, assalomu alaykum eldoshlar. Mana bugun Xudo xolasa ertaga So'ylaton juma aksiyasida So'ylaton o'gizlarimiz oxun qosab nechitayotganini bilmayapmiz bu, ha. Nechitayotray bu bola, ha. Mana o'gizlarimizni bir qarang, bir ko'rsatib ber bu o'gizlarimizni. Mana o'zlayapti o'giz. Mana bu giganti bor orqasida mana voy, bu 1 tonna go'sht bor, bu 1 tonna, ha. Voy, boy. Ajoyib bu. Ko'rsatib ber qani buni. Ertaga mana Xudo xolasa So'ylaton o'gizimiz. Buning klassini hozir aytib o'tamiz. Oxunjon, qaydasan? Kelsang do'stim, deydi u. Bo'lsa bo'lyapti, Jora. Nima bo'lyapti bu Jora? Bolalarni ko'rdingmi, Jora? Voy, nerdan to'g'rasan? Bunday narsalarni? Aytdim men, her 5-kun sana aytdim bunaqa men. Voy voy. Dinozavrlarni qayerdan topasan, deydi u. Belgisi Messining og'isi metalan. Ana, ol. Endi bu Xudo xolasa juma aksiya qanday bo'latir bu? Narx-navolar 105 mi? 105 mi? Qo'ysang 105 deb tushursang bu xalqqa bo'lsa. Qarab 105 ming so'mdan o'giz tartani kelaversin menga nima? 105 ming so'mdan o'giz topib bersin qani? Ene. Hech kim to'shib olmaydi, Jora. Shuni aytaman. Yorib tursan bu. Sen bu yaqar odam bir ko'kkariga kayf etaman deydi, birlar nosti kayfida kayf deb tursin. Men arzaqqa kayf etaman. Voy. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Ertaga 105 dan mi aksiya? 105 ming so'mdan. Ana ertaga xalq kelaverasizlar 105 dan. Buning klasi orqa gigant o'gizimiz 550 kilo. Bu ulqonimiz bu 380 kilo o'zimizning mesni o'gizimiz. Klasini o'zi har qasini 1 kilodan kommentariyada to'g'onga har qasini 1 kilodan o'tgan odamga beramiz. Bir martadan yozing, 2-3 marta yozib tashaman ko'paytib. Bir marta, ha? Betonni qaza qalg'ilani. Qo'y buni qalg'ilani. Oy. Ana go'sht. Yana ullusini turlab ko'rsataq buni. Voy, men ustiga chiqib bir ko'rsatib ber buni. Voy, ustiga chiqib yota qo'ying, yoting. Voy, men orqasidan men ko'rmadim, hey. Voy, men yana ketdim qara. Buni odam baqdimi buni? Jora o'zim baqdim. Voy, bu ene. Молодец. Kelaverasizlar ertang mana sentrda, bilasizlar, adresni oxun mana buyog'imiz mana Oztakan Outfit, buyoq Banisa, mana yoqdan biyoni saqlab qo'ygan. Kelishdi, mana u mana klientlar. Ana shu o'g'izimizga kelaverasizlar. Oxun ertang 105 dan, to'g'rimi? 105 ming so'mdan. Ijollar qanchadan? 110 ming. 110 ming so'm. Boshqa kunlar 110 dan bo'ladi go'sht, to'g'rimi? Boshqa kuni 110. Yana bir narsa, to'yga, Xudo xolasa, to'y, sunnat to'y, shunday nelarga mana Xudo xolasa kelishtirib beradi oxun. Kelaverasizlar, hamma ovatir. O'zingiz mana bugun to'yga borib yeb ko'rsam, bu oqshomgi o'gizim ham yomon emas edi. To'yga olib ketdi, ham bu yerda to'yga. Ko'rsatamiz. Ava, yana go'sht bor, kelaverasizlar, 110 ming so'mdan. Qani yur ichkarida go'shtlardan ko'rib chiqamiz. Oxunjon bu oqshomgi go'shtmandi, bu Xudo xolasa o'gizniki, berni saqlab, bibazordagi mana oqshomgi Ne'mat akamizning o'gizining go'shti mana. Kelaverasizlar, 110 dan bo'lib turibdi mana go'shtlarimiz. Boshqa kunda bu oxun bu nechit qaplat tursan, bu odamlar aytib nechit anu deydi, mana deydi, o'ylanib bu sen kallasi yetmayapti bu. Men aşağı ko'rdim. 60 ming so'mdan 10 klass kitga oldim shu molni. Ava. To'g'rimi? 220 kilo keldi. Shu mol 110 ming so'mdan o'zi bilan o'zi bo'ldi shu mol. O'zimi. Ava, foydasi yo'q. Foyda qolmadi bundan. Her safar aytaman. Chisti yashatan narsa yo'q. Her safar aytaman, 110 ming so'mdan o'zimni pul tashlab oldi. Kalla boshqa ketadi mana. Kalla boshqa ketadi. Ikkinchidan, bu mollar 105 satamiz ertaga go'shini. Kalla boshqa yurak bo'g'imdan 110 ming so'mdan pulni chiqaraman bu mollarni. Biroq foyda etmayman, 110 ming so'mdan ena pulni chiqarib bilaman. Her safar shundaman, her safar, her 5-kun shu narsani ishlayman menda. Uni men sana aytib ketaman o'g'lim. Ya yurib ko'rib, yanimda yuribman ku, hech qanday nima. Yashatan narsa yo'q. 110 ming so'mdan shu molni pulni chiqarib bilaman. 105 sataman go'shtni. Kalla boshaqni yurak bo'g'ini pulni qo'shib qo'yib 110 ming. Xudo bersin deysan-ku. Bir kun xalqqa xizmat. Xalqim, yerdan olishni bilasizlar, oxun qassobda mana shu mana buni o'gizdan ham kerak bo'lsa borku, ziyon pentraq ham yedi shundan-da. Tab 2 kilo gap. 2 kilo bir pentam yedi, shu to'g'ri o'xshamay ham qoldi. Nesi? Biroq go'shini qarang, so'ylab turibdi-ku go'sh, qarang. Endi buni ana deydi, mana deydi, mana pechati bilan kelib turibdi, mana o'gizlar so'yilib, mana ruxsatnoma bari bor bu, ko'rib, halasini ustuna tushgan go'shi videosini hammadan tashlab turibmiz. Dokazati bilan. Hamma narsa. Ertan kelaverasizlar, Xudo xolasa bir ado'r go'sht bo'ladi bu. Kommentariyada tovushni harakat qilinglar. Bir-biriga qarqating. 100 kilo, 80 kilo, 100 kilo to'yga go'sht ketadi. Kichkina moldan. Ana to'yga o'z klientlar chiqib turibdi. Sizlar ham shoshiling. Arzonroq beraveramiz to'ylarga kelishtirib. Gazini bosib, oxun
bereketini bersin. Ne bo'lsa, shu Xudo bilib shu erta shunda juma kunlari shu aksiya etib tursan, payda qilmasa, sana Xudo 10 esda etib beradi. Beradi. Juma kuniga qarab qo'yibdi. Avo. Shuni aytib, meniki juma kuni, keyingi juma kuni bizning uyga to'yga boraverasizlar. Indigi jumaga. Endigi jumaga. Go'sht arzon bo'ladi deb. Indigi jumaga sening to'ying. Avo. Sening o'zing ham jumaga qarab turib, go'shtga qarab turib oladi, Endi nechta desa, hammada kisaga qaraydi. Bir so'm bo'lsa, bo'lsin, kisaga bo'lsin-ku o'zingning ham. Ulug'bek, bu xalqdan yashirib bo'lmaydi bu narsani. Ko'rib shunday. Bu o'zi bilan o'zi shu juma kuni o'zimiz o'chsa shuna quvonamiz, xalqqa xizmatimiz bir kunga hech nesi yo'q uning. Bir yeri menga o'tajaq yerim, shunda yaxshi narsani sotib, xalqqa sotib bilaman, xudo xolasa. Bo'ladi. Alloh razı bo'lsin. Alloh razı bo'lsin. Buyog'ida boshqa kunlarda ishlagan etgan foydamiz bo'ladi. Bo'ladi, ana. Xalqim kelaverasizlar, tanlovda adashmang. Birini sapqoz, oxun qassab o'zi yoriyapsiz aka deydi-ku. Bular gazini bosin.